Bismillahirrohmanirrohim deb o'pdim, arzon qilib qo'yaveraman. Xudo xolisi chempionlarni hammasi yaxshi mashinalar qo'yaman. Keyin notariusda har xil shov-shuvlar bo'lyapti, bank hech qanaqa muammo yo'q. 2 soatda mashina olsangiz 2 soatda ishingizni bitirib beraman, xudo xolisi. Endi mashinalarni etib chiqing. BYD Silion 7 24-yil 22 ming yurgan. Eng full ikkita motorligi 28500 ga bo'lsa baraka qilamiz bunisini. Zikr 001 22-yil 33 ming yurgan top-toza kraskasi, podveska eshiklar o'zi ochiladi. Buni 31500 bo'lsa baraka qilamiz. 2021-yil Hyundai Elantra 119 ming yurgan 14800 ga bo'lsa baraka qilamiz. 2022-yil Netta 400 kilometrligi 40 ming yurgan top-toza kraskasi 13,5 mingga berib yuboraman bunisini. BYD Champion gibrid 150 taligi 24-yil 79 ming yurgan 22.900 ga bo'lsa baraka qilamiz. Champion 605 taligi elektromobil 23-yil 105 ming yurgan 21.800 bo'lsa buni baraka qilamiz. 22-yil 7000 kilometr yurgan yangi mashinani 20.900 bo'lsa baraka qilamiz. Honji H5 2021-yil 68 ming yurgan idealniy holatda 18300 bo'lsa baraka qilamiz. Bosamiz, nima deymiz? Mustang Avto barchasida mukammaldir.